Avtomashinalar borgan sari narxlari tushib bormoqda O'zbekistonda. Endi bundan buyog'iga O'rta Osiyo bo'yicha O'zbekistonda eng arzon mashina bo'ladi. Men sizga shuni hozir asoslab beraman va keltirib beraman, nima sababdan arzonlashishini. Birinchi sababi, hozirgi kunda internet tarmoqlarida avtomashina yo'nalishi bo'yicha blogerlar juda ham ko'paymoqda va ular o'zlarining yo'nalishlarini kengaytirish maqsadida, obunachilarning sonini oshirish maqsadida va narxlari bo'yicha eng arzon narxda sotish bo'yicha konkurent ketyapti. Ana shuni hisobiga mashinalar narxi tushib ketadi. Yonidagi sherigi 10 mingga sotayotgan bo'lsa, bu 9 mingga sotishga harakat qiladi. Obunachilar bunga e'tiborini qaratish maqsadida. Ikkinchi sababi esa monopoliya уже yo'qoldi. Hamma xohlagan mashinasini bemalol O'zbekistonga olib kirib haydasa bo'ladi. Ikkinchi sababi esa benzinli avtomashinalarga уже talab yo'qoldi. Elektrlarga ko'paydi. Shuni hisobiga ham mashinalar narxi tushib boradi. Va oxirgi sizga asoslab beradiganim esa xalq mashinaga to'ydi. Barcha xalqda уже mashinalar bor. Mana O'zbekiston mustaqillikka erishganiga 36 yil bo'lgan bo'lsa, mana 36 yil mobaynida уже xalq hammada bor. Har bitta odamda 4 ta avtomashina bor. Endi bundan buyog'iga avtomashinalarni xuddi buyum sifatida insonlar olib foydalanishi mumkin. Kecha qo'ygan videomda ham aytdim, 5000 dollarga endi siz bemalol zo'r mashina olasiz bundan buyog'iga. Agar avtomashina yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar son ko'paygan sari konkurent ko'payib va narxlar tushib boradi. Agar avtomashina yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar kamayib, o'zini mutaxassis qoladigan bo'lsa, narx ushlab qolishi mumkin. Agar bu ketishda narx juda tushib boradi. Ishonmasangiz, mashina bozoriga tushing. Oluvchi yo'q, sotuvchi juda ham ko'p. Hech kim mashinani xarid qilayotgani yo'q. Va yaqinda mana prezidentimiz yangi qaror chiqardilar. Avtomashinani endi har bir fuqaro xohlagan miqdorda olib kelib foydalansa bo'ladi. Sotish emas, olib kelib foydalansa bo'ladi. Agar olib kelib sotadigan bo'lsa, unda tadbirkorlik faoliyati bo'yicha O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishi kerak. Oldin esa faqatgina har bir fuqaro bir yilda bir marta avtomashinani olib kirishga huquqiga ega. Endi hozir cheklanmagan holatda bemalol avtomashinani olib kirsa bo'ladi. Menimcha sizga tushuntira oldim nima sababdan avtomashinalar narxi keskin tushib borayotganini. Kimda nima savol bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib ketinglar. Sizlar bilan suhbatlashamiz.